Mana hozir bu obyektda tenovoy profil ishlatishgan. Mana mashina qanaqa qilib ustanovka qilishini proyekt bo'yicha hozir bitta mutaxassisimiz biroz shu bo'yicha ma'lumot beradilar. Qanaqa oldindan ustanovka qilish kerakmi yoki bu tenovoy profilni qo'yishdan oldin bu patologdan 3 sm mana pastda turibdi, eng oxirgisi. Buni gipsokarton qabul qilishidan oldin, gipsokarton ishini boshlashdan oldin buni nolvoy malyarkasini qilib olish kerak. Agar buni nolvoy malyarkasini qilmasa, shpaklyovka qilganda qayerda turib ustiga chiqib ketadi profilni, qayerda turib tagiga kirib ketadi. Shuning uchun malyarlar buni совместно ishlash kerak bunaqa qo'yish uchun. Gipsokartonchilar o'zi qilib bera olmaydi. Keyin mana bu endi panelda zararli dizaynda berilgan qanaqa razmerda bo'lsa qalinligi masalan. O'sha qalinlikda tenovoy profilni orqasiga o'shaqa kusoklar tashlab ketish kerak. Keyin mana qo'yganda panelni tenovoy ichiga kirib ketmaydi-da, shunda podlitsa tushadi. Profilni qo'yishdan oldin bu patologdan 3 sm mana pastda turibdi, eng oxirgisi. Buni gipsokarton qabul qilishidan oldin, gipsokarton ishini boshlashdan oldin buni nolvoy malyarkasini qilib olish kerak. Agar buni nolvoy malyarkasini qilmasa, shpaklyovka qilganda qayerda turib ustiga chiqib ketadi profilni, qayerda turib tagiga kirib ketadi. Shuning uchun malyarlar buni совместно ishlash kerak bunaqa qo'yish uchun. Gipsokartonchilar o'zi qilib bera olmaydi. Keyin mana bu endi panelda zararli dizaynda berilgan qanaqa razmerda bo'lsa qalinligi masalan. O'sha qalinlikda tenovoy profilni orqasiga o'shaqa kusoklar tashlab ketish kerak. Keyin mana qo'yganda panelni tenovoy ichiga kirib ketmaydi-da, shunda podlitsa tushadi.